Yetimlik degani odatda otadan yoki onadan ajralishlik bilan bog'liq tushuncha. Ammo hayotda shunaqa holatlar bo'lyaptiki, ota-ona tirik, bular oilaviy mojaro sabab o'rtada kelishmovchilik, ajrashgan, natijada qarovsiz farzandlar shakllanib boryapti. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, jamiyatda qanchalar farovonlik bo'lgan sari oilalarda ajralishlar ko'payyapti. Buni hammasi noshukrlikni sababidan bo'ladi yoki inson o'zini hayotda qadrini bilmaganligidan yoki hayotda o'z o'rnini topolmaganligidan shu ishlar vujudga kelib, natijada yoshlarni qarovsiz qatlamlari ko'payib boryapti. Bu o'ta achinarli holat hisoblanadi. Yildan yil ajralishlarning soni afsuski yurtimizda ham ko'payib boryapti. Ilgari yili 50 mingdan oshiq bir yilda oila ariza berib ajragan bo'lsa, keyingi yillarda uni salmog'i undan-da ko'payib boryapti. Bu o'ta tashvishli holat hisoblanadi. Bir yilda yurtimizda qariyb 50 ming oila ajrashsa, bittadan farzand bo'lsa, 50 mingta bola tirik, yetim yoki yaxshi qarovsiz, e'tiborsiz farzandlar qatlami ko'payib boryapti. Ming afsus bilan aytamizki, mana shu narsalarni har bir oila qurganlar, oila qurmoqchi bo'lganlar oqibatini o'ylab, juft tanlashda oldinroq bosh qatirib, oldinroq farzandlarni qarovsiz qolishligi haqida qayg'urishligi lozim bo'ladi. Buning uchun oilalarni asrash, nikoh mas'uliyatini his qilish, farzandni haqqi va kelajagini o'ylash har bir ota-onani buyuk burchi hisoblanadi. Bunga hech qachon yengil-yelpi qarab bo'lmaydi.